Tushlarimga kirib meni qachon tozalaysan deb nola qilayotgan xolodilnigimga va nihoyat bugun navbat yetib keldi. Befarosat kelinlarning safiga kirib qolishimga sal qopdi-ya. Namuncha betartib shunchalik ham tartibsiz qilib yuborasanmi deb negativ yozuvchilarim. Avval o'zingiz ham bir xolodilningizga qarab qo'ysangiz bo'larmidi? Ba'zida qaysi ishni birinchi qilsam ekan deb hayron qolaman, ishlarim ko'pligidan albatta. Sizda ham shunday bo'ladimi? O'zimni maqtamayman-u, lekin xolodilnigimning tagiga dunyoning o'sirini yig'ibman-a. Ba'zi insonlar konsertlarda madaniy hordiq chiqaradi. A men bo'lsam tozalov qilgan kunim men uchun ajoyib madaniy hordiq bo'ladi. Aziz kelinlar, bu uy ishlari tugamaydi. Uy ishlarini deb o'zimizga qaramasdan qo'ymaylik, yana ersiz qolib ketmaylik. Mana xolodilnigimni ham ko'nglimdek oppoq qilib oldim. Meni terim zo'r deb antijirdan perchatkasiz foydalanganimning ahvolini ko'ryapsizmi? Biz ayollar eng yaxshisiga loyiqmiz dedim-u, birato'la butun vujudimni mayin qilib qo'yadigan kremga zakaz berib yubordim. Ketsa yerimni puli ketibdi deb yoniga atirlardan dush shampunlarga ham zakaz berib yubordim. Brend baribir brendda. Men ham eng yaxshilarga loyiqman deydigan opa-singillarim va ovsinjonlarim. Sizlarga ham kerak bo'lsa direktimga yozing. Eng zo'rlardan hamyonbop, tezda yetib keladiganlardan zakaz qilib yuboramiz.